Kampir. Ha. Bu yoqqa chiq. Ha. Tovuqqa o'xshab tuxum bosib yotaverasanmi ichkarida? Buni tashqariga chiq endi. Nima deysiz, muncha oye. Nima deysiz? Kel bu yoqqa. Ha. Oye. Bismillah. Ay Xudoyim, ha. Keldingmi? Voy, ana. Senga aytadigan bir gapim bor. Qo'ying, qarigandan keyin sal odamni tinch qo'yish kerak-da, ko'p kundaskana. Qo'ying. Hayoling qursin, bu quruq gap bu. Endi shartimiz ketib, partimiz qoldi. Bekorlarda mingtasini aytibsiz. Sizning shartingiz ketgan, sizning partingiz ketgan. Bildingizmi, men hali ham savejman. To'g'ri, svidichan. Endi mana o'rtada bir sir sinoatlarimiz ham yo'q. Yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Senga bitta gap so'ramoqchi edim. Biron marotaba chakka qadam bosganmisan? O'lmang. Shu gap uchun meni ovora qilib chiqdingizmi? Omadi gapni aytyapman-da. Menda shunaqa bo'lganda. Har safar bir xiyonat qilganimda bittadan toshni mana shu xaltachaga tashlab qo'yadigan odatim bor edi. Mana bu ham bo'p qopti. Necha marta xiyonat qilgan ekansiz? 7 marta. Bolalarim, bolajonlarim, chiqinglar bu yoqqa. Otangizni haqiqiy basharasini ko'rib qo'ying. Baqirma, bolalar uyda yo'q, ishga ketgan. Qarindoshlarim, ko'rgan kunim qursin, baqa keliblar. Bu cholda basharasini ko'ring, jigarlarim. Qarindoshlaring tinch qo'y, eshitmaydi uzoqda. Qo'shnilar, bu Sharmanda boboydi. Ko'ringizlar qilgan qilig'ini. Qo'shnilar ham uyda yo'q, itidan boshqa hech kim yo'q. Shuncha mehnatımga oxirida topgan rahmatim shumidi. Men bu qurib ketganlarni taniymanmi? Tanimaysan, o'zim tanishtiraman. Bu yoqqa ol. Shu bilan boshingizni urib yoraymi? Mana, mana. O'zim tanishtiraman. Mana bu Kamolaxon. Bufetda ishlar ekanlar, oshpaz bo'lib. Lug'atida parhez degan gap yo'q ekan. Qo'yib bersa, meni ham yamlamay yutaman deydi. Boka o'lgara. Mana bu, mana bu hamshira qiz Munisaxon. Bannisaga tushganimda tanishganmiz. Qo'llari yengil ekan, qanday kirib chiqqanini bilmay qolasan. U qoldi. Hangiz qursin, xo'pmi, menga tirjaymay gapiring bularni, xo'pmi, maqtamang. Og'zingizdan bol tomadi-ya. Mana u Shulpanayxon sanatoriyada tanishganmiz. Menga qarab nima deydi? "Ey ko'ka, qandaysan? Xotining bilan keldingmi?" deydi. Men aytdim, "Ey Shulpanayxon, o'rmonga ham o'tin ko'tarib keladimi?" dedim. Chongiz yozilsin, ha ko'ka degan tillari ko'kari o'lsin iloyima. Mana bu Alpiyaxon. Qarang, tatar qiz. Qrimda tanishganman men. Qora dengizda cho'kib o'lsin. Meni sevib qolganda. Edik, men seni sevaman. Men senga turmushga chiqaman. Menga uylansang sirazi 4 ta balali bo'lasan degan. Qanaqa qilib desam, menda 4 ta bola bor degan. Meni O'zbekistonga olib ketsang, to'y qilishing ham kerakmas degan. Bo'pti, olib ketaman desam, "Ksishlyonni meni erim ko'nmadi" degan. Javonamak. Tirjaymay keting, ko'mganda ko'ling iloyima. Xiyonat qilib meni kulyapsizmi? Mana o'ris qiz bor. Nadiyaxon ko'chada tanishganmiz. 9-etajda yashar ekanlar. Suhbatga endi qovushib turganda taraqa turuq eshik taqillab qo'ysa bo'ladimi? Nima bo'ldi desam, erim kelib qoldi deydi.
Tez bo'ling, mana yuvilgan kiyimlarni dazmollang deydi. Bu kim desam, so'rasa, dazmolchi deb aytaman deydi. Men ham haligi shkafda shunday olsam, bir erkak o'tiribdi. Hey, sen kimsan desam, men shu yuvilgan kiyimlarni men yuvganman deydi. Battar bo'ling iloyim, o'sha 9-etajda qoqilib yiqilib tushib ketmabsiz a. Mana 6-7 endi bularni ancha bo'lganda oti ham, o'zi ham esimda yo'q. Egizakmi bular? Ha, esimda yo'q shular. Mana shu. Mana shu. Yaxshi. O'tirib turing. Sizga meni ham surprizim bor. O'tiring. Tinchlikmi? Qayerga ketyapsan? Hozir kelaman, hozir kelaman. Ey, kampir. Sen ham menga xiyonat qilganmisan? Ha? Ey. O'tiribsizmi? Ha. Voy, ey. Ya. Mana. Nima bu? Ha? Bu mosh. Men ham sizga xiyonat qilganimda bitta mosh tashab turganman shu yerga. Bildingizmi? Bu yerda qancha bu? Hali ham bu yarimta. Bundan ko'pini sizga mosh kichira qilib yedirib yuborganman. Bildingizmi? Qo'ydan! Bollarim! Bolangizni ahvolini ko'ring! Bollarim! O'chiring, ovozingizda bolalar ishga ketgan. Bildingizmi? Qarindoshlaringiz ham uzoqda turadi. Bildingizmi? Qo'shnining uyida itidan boshqa hech kim yo'q. Bildingizmi? Ey! Sen menga shuncha xiyonat qilganmisan, ha? Men seni sinash uchun allabalo rejalar tuzib sinamoqchi bo'ldim. Sen meni rostdan ham shuncha xiyonat qilgan ekansan. Endi nima qilaman? Yo o'zimni osaman, yo o'zimni cho'ktiraman. Bo'ldi, o'zingizni bosing, cho'ktiraman. O'ylaman, yosh yigitga o'xshab. Sizga hazil qildim-ku men ham. Sizdan boshqasini ko'zim ko'rmagan meni shu paytgacha. Bundan keyin ham ko'rmaydi. Xudoyim, shuncha paytdan beri menga ishonmay yurgan ekansiz. Oling, Nadia hadiyalarni. O'zingizga silo. Men ketdim. Xudo o'zingga shukr, xayriyat.